Erkak kishi jinsiy aloqadan oldin qanday mahsulotlarni iste'mol qilsa, aloqa juda ham sifatli va yaxshi bo'lishini ta'minlab berishi mumkin. Sizga odatiy bo'lgan, hayot davomida bemalol iste'mol qilishingiz mumkin bo'lgan mahsulotlarni, ya'ni 3 ta mahsulotni sanab o'taman. Birinchisi bu yong'oq, grek yong'og'i, oddiy uchraydigan o'zimizdagi yong'oqlar va pista kabi mahsulotlarni doimiy iste'mol qilish sizning qoningiz tarkibidagi L-arginin miqdorini yuqori bo'lishiga sabab bo'ladi va bundan tashqari antioksidant ta'siri ham juda ham kuchli hisoblanadi. Bularni doimiy iste'mol qilish L-arginin miqdorini oshirishi va ereksiyaning to'laqonli bo'lishini ta'minlab beradi va uzoqqacha borishini ta'minlab beradi. Xo'sh, ikkinchisi bu lavlagi. Lavlaging tarkibida nitratlar juda ham ko'p bo'ladi. Aynan azot oksidi, ya'ni NOning hisobiga ereksiya uzoq vaqt saqlanib turadi. Doimiy ratsioningizga lavlagi mahsulotini qo'shish, uni har qanday tayyorlash mumkin. Ovqat tarkibiga, salat tarkibiga shunchaki qaynatib iste'mol qilish sizning qoningiz tarkibidagi nitratlarning miqdorining oshishiga va ereksiyaning uzoqroq saqlanishiga sabab bo'ladi. Uchinchisi bu rezavor mevalar, ayniqsa sitrus mevalari ni doimiy iste'mol qilish, ularning tarkibida kuchli, yuqori dozdagi antioksidantlar borligi tufayli qoningizda ularning miqdorini oshiradi va sizda erektilniy disfunksiyaga uchrash ehtimolligi yetarlicha pasayadi. Shunday ekan, bu mahsulotlarni aloqadan yarim soat oldin iste'mol qilish sizda ereksiyani juda ham kuchaytirib, aloqa sifatini yaxshilab qo'ymaydi. Albatta sizda har qanday yondosh kasalliklar bo'lishi mumkin. Qandli diabet, ortiqcha vazn, gormonal disfunksiya. Siz shuncha buket kasalliklarni oldida bu mahsulotni yesangiz, sizda hammasi zo'r bo'lib qolmaydi va sog'lom odamga ham bu mahsulotlarni prosta yarim soat oldin iste'mol qilish ereksiyasini yaxshilab qo'yadi. Bu mahsulotlarni doimiy ovqatlanish ratsioniga qo'shish sizda ularning tarkibidagi moddalarning yuqori bo'lishiga sabab bo'ladi va doimiy hayotingizda aloqaning sifatini yaxshilash kafolatini beradi sizga. Shunday ekan, to'g'ri ovqatlanish, gormonal funksiyani yaxshilash, sport bilan shug'ullanish, ortiqcha vazn bo'lsa, ortiqcha vazndan xalos bo'lish, stressli situatsiyalardan qochish, depressiyaga tushishni oldini olish kabi yondosh faktorlarni hammasini o'zingizda jamlasangiz, sizda hech qachon jinsiy zaiflik kelib chiqmaydi. Yuqoridagi ma'lumotlarni yozib oling va hayotingizda qo'llasangiz, bu sizga albatta foydali bo'ladi.